Ta'lim muassasalarida xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugun Ichki ishlar vaziri Toshkent shahridagi barcha maktab direktorlari hamda u yerda xavfsizlikni ta'minlashga mas'ul bo'lgan sohaviy xizmat rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazmoqda. Siz ko'rib turgan mana bu yangi xizmat avtomashinalari ham poytaxt maktablarida bugundan e'tiboran xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. So'nggi vaqtlarda dunyo miqyosida ta'lim muassasalariga nisbatan turli xavf-xatarlar yuzaga kelayotgani jamoatchilikni jiddiy tashvishga solmoqda. Ayniqsa maktablar xavfsizligini ta'minlash masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbarining xavfsiz maktab tizimini joriy etish bo'yicha topshiriqlarning ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar sarhisobi bo'yicha Toshkent shahrida muhim yig'ilish tashkil etildi. Tadbirda Ichki ishlar vaziri general-leytenant Aziz Toshpo'latov ishtirokida huquqni muhofaza qilish organlari vakillari, Toshkent shahri ta'lim muassasalari rahbarlari, maktab direktorlari hamda ularda xavfsizlikni ta'minlashga mas'ul bo'lgan mutasaddilar ishtirok etdilar. Unda ta'lim muassasalarida xavfsizlikni kuchaytirish, o'quvchilar va o'qituvchilarning favqulodda vaziyatlarda hayoti va sog'lig'ini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Hozirgi kunda poytaxtimizda 326 ta davlat maktablarining barchasida xavfsizlik tizimlari kuchaytirilib, bosqichma-bosqich qo'riqlash tizimiga olinmoqda. Shu bilan birga 100 dan ortiq xususiy maktablar va yana ko'plab o'quv markazlaridagi mavjud xavfsizlik tizimlari tahlil qilinib, ularni yanada takomillashtirish bo'yicha aniq ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash joizki, hozirda ta'lim muassasalarida xizmat olib borayotgan qorovullar uchun mutlaqo yangicha yondashuv asosida maxsus o'quv tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash hamda ta'lim sohasi mutaxassislari hamkorligida tashkil etilgan bepul amaliy va intensiv o'quv kurslari orqali kasbiy mahorat tubdan oshirilmoqda. Amaliy mashg'ulotlarda esa yong'in va favqulodda holatlar modellashtirilib, ekstremal sharoitlarda vaziyatni nazorat qilish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, maktablar atrofida harakat xavfsizligini ta'minlash va bosim ostida ham to'g'ri harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ichki ishlar vaziri tomonidan maktablarda favqulodda hamda texnogen holatlarga tayyorgarlik bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish, o'quvchilar o'rtasida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, ularni turli tahdidlarga nisbatan hushyorlikka o'rgatish muhimligi ta'kidlandi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida shakllantirilayotgan xavfsiz maktab konsepsiyasi bosqichma-bosqich mamlakatimizning barcha hududlarida joriy etilishi rejalashtirilgan. Har bir maktabga o'rnatilayotgan kameralar, Ichki ishlar vazirligidan ajralayotgan xodimlar juda qo'l kelyapti. Bu har bir o'qituvchini, har bir o'quvchini xavfsizligini ta'minlash, ularni tinch o'qish, ularni maktabga borib kelishi, ota-onalar uchun ham tinch hayotiga juda ham katta ta'sir etadi. Biz minnatdorchiligimizni bildiramiz ham hurmatli prezidentimizga, ichki ishlar xodimlariga, bizni farzandlarimizni kelajagimizni tinch zamonda yashashiga yordam berayotganiga. Ayni vaqtda yurtboshimiz tomonidan poytaxt tajribasini joriy etish bo'yicha belgilab berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida Toshkent shahri miqyosida qo'riqlash bo'linmalarining tezkor harakatlanuvchi guruhlari qo'riqlovga olingan obyektlardan kelib tushgan tashxis signallaridan so'ng 3-5 daqiqadan so'ng chaqiruv manziliga yetib borish imkoniyati yaratildi. Joriy yilning 27-yanvar kuni muhtaram prezidentimizning Toshkent shahar qo'riqlash boshqarmasiga tashriflari chog'ida bir qator ko'rsatmalar berib o'tildi. Bu ko'rsatmalar orasida ta'lim muassasalarini xavfsizligini kuchaytirish maqsadida harbiylashtirilgan nazoratchilar tomonidan xizmatga jalb qilindi. Ta'lim muassasalarimizda qo'riqlash xizmatlari tomonidan zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanib, video kuzatuv kameralari bilan jihozlandi va hozirgi paytda maktablarimiz xavfsiz hududga aylantirildi. Ichki ishlar vaziri tomonidan bu borada olib borilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish, ayniqsa maktablarda xavfsizlikni ta'minlashga e'tibor qaratish bo'yicha mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng prezidentimizning ichki ishlar organlari tizimi moddiy texnik bazasini yanada mustahkamlash borasidagi e'tibori natijasida taqdim etilgan 50 ta yangi xizmat avtomobillari biriktirilgan shaxsiy tarkibga tantanali tarzda topshirildi.